Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bu motorchini kontrol qilish uchun elektronniy taymer, sifrovoy modeli. Bu yangi varianti, bu eski variant. Bu hozircha razvedka tiqish uchun, qulayligi uchun shuni tavsiya beramiz. Ikkovi bir xil nastroykasi. Hozir nastroykasini ham qilishni o'rgatamiz. Mana 220 ga qo'yamiz. Hammada mana shu holat bo'ladi. Mana hamma knopkani bosib turamiz. DC chiqadi, bunga tegmaymiz. Mana bu on off degan knopkani mana bossak, mana buni kamaytirish kerak. Motorchi necha sekund ishlasin. O'shani hisobiga men hozir buni kamaytiryapman. Taxminan 10 sekund qilib qo'ydim. O'sha motorchi bitta yoqqa borib kelish uchun. Keyingisi keladigan bo'lsa, yana bitta set knopkani on off degan yozuv chiqadi. Unga keladigan bo'lsak, yuqori knopkani yoki past knopkani bossa bo'ladi. Mana hozir buni necha soatda motorchi ishlasin. O'sha nastroykasi bu. Buni bosib yuqori bosib turamiz. Mana o'sha minutga o'tdi bu. Taxminan har 2 soatda aylantirishingiz kerak bo'lsa, 120 minut qilib qo'yasiz. Men asosan har 4 soatda aylanadigan qilib qo'yaman. Yoki 4 soat yoki 2 soatda aylanadigan qilsangiz bo'ladi. Keyingisi SF chiqadi. Mana shu 5 F teskarisi desa ham bo'ladi. Bunga keladigan bo'lsa, buni 0 qilib qo'yamiz. Kamaytirish knopkasini bosib, mana kamaytiryapmiz. Mana 0 qilib qo'ydim. Mana endi set knopkani bir marta bossam, mana 10 sekund motorchini aylantirishga to'g'ri keladi. Mana bu afzalligi mana bu yoqqa o'sha motorchini bemalol 220 volt ishlaydiganini ulaysiz. Bo'ldi mana 120-119 minutdan keyin yana motorchiga 10 sekund beradi degan vazifasini bajaradi. Asosiy ish shu. Mana 2 xil variantda.